Hozirgi kunda Telegram orqali yaqin tanishlaringizning akkauntidan menga zarur pul kerak bo'lib qoldi, kartamga tashlab tura olasanmi mazmunidagi xabarlar tarqalishi ko'paygan. Xo'sh, bu qanday sodir bo'ladi? Firibgarlar yaqin tanishingizning akkauntini soxta ovoz berish yoki kod orqali o'g'irlashadi. Sizga xuddi o'sha insonning nomidan murojaat qilib, hisob raqamiga pul tashlab berishingizni so'rashadi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Qo'ng'iroq qiling. Agar yaqiningiz pul so'rasa, darhol unga oddiy telefon aloqasi orqali qo'ng'iroq qilib, vaziyatga aniqlik kiriting. Shoshilmang. Firibgarlar odatda tezda juda zarur deb sizni shoshiltirishadi. Bu sizni mantiqiy fikrlashdan to'sish uchun qilinadi. Karta egasini tekshiring. Ular bergan karta raqami ko'pincha tanishingizning ismi sharifiga to'g'ri kelmaydi. O'zingizni qanday himoya qilasiz? Akkauntingiz o'g'irlanmasligi uchun hoziroq sozlamalar bo'limiga o'ting. Maxfiylik qismidan 2 bosqichli tekshiruvni yoqing va qo'shimcha parol o'rnating. Bu kichik amal siz va yaqinlaringizning hamyonini katta zararlardan himoya qilishi mumkin. Firibgarlarning maqsadi ishonch, bizning maqsadimiz hushyorlik bo'lishi kerak. Agar kimdir pul so'rasa, ovozli xabar yuborishni so'rash yoki shunchaki qo'ng'iroq qilish barcha muammolarni hal qilishi mumkin.